Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Men TH korporatsiyasiga kirib kelganimga 3 oydan oshdi. Turduboyev Muhabbat Saidqullinaman. Bu korporatsiyani sog'lig'im uchun kirib keldim. Sog'lig'imda muammolarım ko'p edi, asabiy stresslarim ko'p edi, charchoqlarim bor edi, qonlarim kam edi, oshqozonimda yazma bor edi. O'timda 1,5 santimetrdan oshib kattalashgan tosh bor edi o'tda. Yuragimda shamollash bor edi. Oyog'imda tomir tortishlar bor edi. Necha yillik tikuvchiman o'zim. 18 yillik tajribaga egaman tikuvchilik sohasida. Tomir tortishlar bor edi oyog'imda. Holsizlik, charchoqlar ko'p edi. O'sha mahsulotlarni ichib boshladim. Analiz qildirdik, apparatlarga tushib, o'sha mahsulotlarni ichib, Allohga shukrni keltiraman. Allohimda bu juda noyob narsalar. Avval men choydan boshlaganman. Choylari juda asablarga, boshdagi anaqa cherepni damlalarga, yana charchoqlarga yaxshi, qondagi nimalar tozalaydi, infeksiyalargacha tozalab beradi. Chunki doim ichib boraman buni. Даже 8 pachkalab ichdim desam, men sevimli choyim o'rnida qolib ketdi. Даже bozordan ham choy ichmayman. Mana shu постоянно yonimda yuradi, постоянно ishxonamda ham, uyimda ham постоянно yonimda yuradi bu choy. Bozorga ichmasam ichmayman, lekin olma ham qo'ydim bozorda. Lekin постоянно TH choylarni mahsulotlarini ichib, qaysilarimiz bilan birga ichdik. Hitazam mahsulotlarini ichdik. Hammasini birgalikda ichib, juda katta sog'lig'imda muammolarimni bartaraf etdim. Buning uchun ustozlarimga rahmat, tavsiya qilgan insonlarga rahmat. Mana shu mahsulotlardan o'zingiz ham sog'lig'ingizni tiklab, o'zingizni hayot balansingizni ko'tarib yashashga, yaxshi yashashga, mana shunday yurishga siz ham haqlisiz. Sizlarga tavsiya qilaman. Olib iching, siz ham sog'lig'ingizni tiklab, bir qanoti sog'lik, bir qanoti boylik ulashib yurishingizni tilab qolaman.